Assalomu alaykum. Sport olamining eng ajabtovur, qiziqarli hamda yodda qolarli lahzalari bilan Otabek Akbarov yuzingizda tabassum paydo qilishga shay va biz boshladik. Shunday sportchilar bo'ladiki, ularga hadeb ham omad kulib boqa bermaydi. Masalan, beysbol uchrashuvlarining birida jamoa mag'lub bo'lib tursa-yu, ustiga ustak endi to'pni qo'lga kiritdim deganingizda devorlar sizni to'xtatib qolsa, odamga alam qilar ekan. Chinakam omadsizlik, lekin bunday inson shu qadar beysbol haqida ko'p o'ylaydiki, hatto bu sport turi uxlayotganda uning tushiga kirishga shaxsan mening 100% ishonchim komil. Eng qizig'i, tush ham omadsizlikdan tashkil topgan, afsus. Xo'p, bu beysbolchi o'zini jahondagi eng omadsiz odam men bo'lsam kerak deb o'ylayotgandir. Qaysidir ma'noda haqdir ham, lekin undan-da omadsiz sportchini men bilaman. To'g'rirog'i golf ustasi. Omad kelmasa qiyin. Endi esa omadsiz golfchidan omadli motosportchiga e'tiboringizni qaratamiz. Odatda sportning bu turida tezlikni nazorat qilmagan sportchi mana bu ahvolga tushishini yaxshi bilsangiz kerak. Poygachilar muvozanatni yo'qotgach, darhol mototsikldan voz kechishga harakat qilishadi. Chunki oqibati yomon bo'lishi mumkin. To'g'ri, lekin do'stlar, mana bu sportchi nega o'z mototsikldan voz kechmadi? Qiziq, balki u mototsiklni qaytarib berish sharti bilan kimdandir ijaraga olgandir. Real Madrid PSG 3-1. Mana shu uchrashuvni tomosha qildingiz, to'g'rimi? Intrigaga boy uchrashuv, shiddatli kurashlar, ajoyib gollar shousi, kichik kambek, hakamga to'p bilan berilgan zarba. To'g'ri eshitdingiz. Neymar mag'lubiyat alamini endi hakamlardan olishga kirishib ketdi. Neymar hakamga zarba berganda hisob 1-1 edi. Agar mag'lub bo'lib turganda bormi, bilmadim, hakamni maydondan ko'tarib chiqib ketisharmidi. Mag'lub bo'lib turganda qizishgan sportchini tushunsa bo'ladi, lekin shu o'rinda tennischi Ryan Harrison bilan hazillashmaslikni maslahat bergan bo'lardim. Tasavvur qiling, bir uchrashuvning o'zida 1 emas, 2 emas, naq 5 ta raketkani Harrison telbalarcha sindirib tashladi. Agar o'sha payt Harrisonga biron narsa desangiz bormi, 6-raketkani o'rniga sizni Amerikalik yengil atletika ustasi Devin Allen sportchilarga xos bo'lmagan harakati bilan barchaning nigohini o'ziga qaratyapti. Do'stlar, uning barmoq fokusi shu qadar hayratlanarliki, inson zoti lol qolmasdan iloji yo'q. Aytganday, yuragi bo'shlarga tavsiya qilmagan bo'lar. Yodda qolarli lahzalar sahifasi sizning kayfiyatingizni biroz ko'targan bo'lsa, biz maqsadimizga erishamiz. Bizda hozircha shular edi. A'lo kayfiyat doim hamrohingiz bo'lsin, balki shunda siz ham Devin Allen uslubidagi fokus bilan barchaning yodida qolarsiz. Salomat bo'ling.